o'zi bizni jigarimizsiz. Kecha video chiqardi mana qo'yganlarga. Do'stingizga, bratchikangizga. Qaysi biriga, kimga? Satoringmi, Matoringmi, Inoplanet bor ekan-ku. Ha, Zemlyagida. Misol siz bor edingiz, yerda misol Zajdasi bor, yana boshqa odamlar bor edi. Butun O'zbekistonda mana Bobur akalar bor edi. Shuncha sportsmenlar bor edi. Siz aytilmagan to'yga borib turib, ringga chiqib olibman. Misol men sizni to'yga aytmaganman, tug'ilgan kunga aytmaganman, kelmadingiz, to'g'rimi? Xo'p. Mikrofonda tepada turib, erka bo'la uni chaqirmayapti. Bu nimaga yugurib boradi? Men shu gapni gapirib, prikol qilib, stilimda video chiqarib qo'ysam, menga jalab ko'chani yo'q bo'lgan. Uyingga borib uraman, Dubayga borib seni uraman. Dedim. Men aytdim, sen dedim, bana onasi tog'izdan ketmagan bachalaring emasman, ukajon, o'zingni bos dedim. O'zbekistonda bo'lsang deydi, mahallangga borib uraman deydi. Menga shunday deyapti. O'zimni fikrimni aytaymi, chista aka? Da. Birinchi o'rinda aka, zemlyakslar itmi, eshakmi, misol begonalar gapirsa mayli-ku. Zemlyakslar endi misol sizni o'tgan joylardan u o'tmagan, uni o'tgan joylardan siz o'tmagansiz. O'shaning uchun endi meni fikrim misol kimdir temasiga o'zim hayotiga aralashishni bilmadim. Men o'zimga pozolyat qo'ymayman. Endi siz blogersiz. Aha. Qarang, bir minut. Gapingizda bo'lsam, umringizda bo'lmayman. Ikkalamiz 2 yil, pastda 2 yil, bo'lmasa 1 yildan ziyod men hazil qilib video chiqargan paytim aka-ukachiligimiz uzilib ketdi, to'g'rimi? Qamalib ketdim shuni orqasida. Qamalib ketdingiz, meni kallamga pul tukaman deb qamalib ketdingiz, o'zingizni misol anonizdan misolda. Lekin lechkada yozishib yo to'g'ri kelgan payti men ham insonman-da, menda ham yurak bor-da, men ham misol noto'g'ri gapirgan bo'lsam, любой joyda bo'ynim egilsa ham kechirim so'rab qo'yaman, katta bo'lsa ham boshimda. Kecha u meni lechkamga qarang, gapni eshiting-da. Meni lechkamga yozyapti. Men o'yladim, haqiqatda gapirdi Sardor. Agar o'sha gap haqiqat bo'lmaganda, video 1 million prosmotr bo'libdi 10 soatda. 1 milliondan 10 mingta kommentariy, 10 mingta kommentariyadan 9700 ta odam pozitiv. Meni hech kim so'kmaganda misol. Har gapni gapiribman-da o'sha narsani. Men shunday tushundim. Lechkamga yozyapti, qarang. Men seni mahallangga borib uraman, men seni ko'changga borib uraman, men seni Dubayga borib uraman. Ey, unday demasdan, aka, menda nima zajdang bor? Nima uchun bu videoni chiqarding? Mana shu joyi noto'g'ri bo'libdi desa, menga o'xshab. Menga o'xshab. What? Mana xuddi sizga o'xshab muomala birinchi o'rinda. Men aytaman, Satorin, ukajon, Mashjon yoqmadi, menga Instagram kerak emas. Men Instagramdan pul topmayman. Men qiziqmayman bu joyga. Prosta yoqmadimi video? Bir joyda balasimiz kelay, ukam deymanda udalit qilaman. U meni lechkada ham, dayrikda ham menga ko'chani yasayapti. Men seni o'ldiraman. Biz seni kutyapmiz. Meni akalarim seni qidirib yuribdi. Bu men u gaplardan qo'rqamanmi men? Puli daxoy odam hech narsadan qo'rqmaydi. Mana uni och, puli daxoy odam hech narsadan qo'rqmaydi. Zemlyakslar, tortishmanglar. Baribir qarang, bitta narsada sizga nimadir o'rgatish menga emas, misol yoshingizdan normalniy, просто media sferadamiz, тем более zemlyakslar baribir qayerdadir yuzma-yuz ko'rishib qolasizlar, ana dalboyib, ana chumuk degandan ko'ra, deb turib chiroyli so'rashgan qayerda. Misol uchun, men asabiylashmayman. Sizning ishingiz shu. Misol, anoda ham prikol qilib, shu Odilxonni kasriga yutqizdim deganingizda ham misol uchun mana nima gap o'zi? Bu yerda yana tug'ilgan kunga chaqirmaysizlar, o'zlaring yig'lasizlar, yana bular bunaqa gapmi deb turib yozdim. O'rtoqlar bunga. Da. Bir kulibman, to'xta dedim. Ular meni tema qilishni sog'iribdi. Bunaqa gapir, hangama qilay dedim keyin. Odilxon bu endi video chiqaribdi. Hozir men mahallangga borib uraydim. O'zbekistonda bo'lsang, Dubayga borib urusham meni qo'limdan keladi. Uyingga borib uraman debdi. Shu desangiz, men hozir men Dubayga biletini tashlab bermoqchiman. Biletini shunday tashlab berib, o'zim yangi yil oldi Dubayda bunday kutib olib, dahki deb men Dubayga olib kelib bir o'zimda bir jang, ajdarho jangchi sanatimda men unga bir ko'rsatmoqchiman. Men aytaman unga,
Sen o'ylagan pidaras bola emas Sardor. Ko'tingni qiz, zemraging. Mana bunaqa boshingga kun tushgan paytlari, misol men ham bular boshiga kun tushgan payti ana o'qiganman, misol videolar chiqarib podдержкада bo'lganman. Bular menga doim podдержкада bo'ladi. Kecha qiz qo'yganni ham, nechtasi gapirganni ham bular gapirgani yo'q. Bunaqa sen o'ylagan pidaras bola emas deb men o'zim chiroyli tushuntiraman o'zim. Gaplashmanglar, nima qilasizlar, zemlaksizlar. Ya men atvet berdim Odilxon. Menga qarab. Uyatamasmi? Men Toshkentni bolasiman. Misol uchun Toshkentni bolasiman. Qashqadaryodan ikkita bola ushlayapti-da, qo'yinglar deyish misol uchun sizlarga uyatda. Qo'ysalaring, media sferani odamsizlar. Odilxon, meni yo'nalishim, meni stilim shunaqa bilasiz. Lechkada yozgan payti o'zligimda gapirdim-da, men zapisini ham qo'yib beraman xohlasangiz. Men aytayapman, polvon. Men dedim, oktagonda erkatoyi bo'lib dedim, og'zidan ona suti ketmagan borib turib ko'zingni yumib bunday qilsang yutib qo'yayotgan bola emasman. Men bilan hazillashma desam, men ko'chaman. Men unday qilaman, ko'changga borib uraman deb menga jalab razborchilik qilyapti. Muomala qilsa bo'ladimi?